qo'shiqni tinglab turib, mana shu jarayonda elas turli mumtoz ashulalarimizni, maqomlarimizni nafasi kelib turibdi. Bunga sabab nima? Ko'proq shu mumtoz ashulalarni yaxshi ko'rganingizdami yo ko'proq tinglaganingizdanmi? Shuhratbek, rahmat. Bu to'g'ri topdingiz. Bu ashulada hamma parda bor. Sabab o'shuning uchun so'zni ham bir qatordan qaytarib aytmayapman, bir qatordan aytib o'tib ketyapman. Buni sababi o'sha o'zingiz aytgan ko'p eshitishdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men shu biror joyga ketayotgan bo'lsam ham shu qo'lim o'zi borib ochadi, radioni ochadi. Rosa biz yaxshi ko'radigan mumtoz ashulalarni berishadi. Shu eshitib ketaman, har doim eshitaman. Bo'shagan paytimdagi o'shani eshitaman. O'shanda siz aytmoqchi kallaga kelib, shu narsalar o'nlab qolgan bo'lsa ajab emas. Demak, yangi bir ijod namunasi bo'layotganda o'sha butun fikringizdagi, albatta, yuragingizdagi narsalar jamlanib qo'shiq yaralishiga yordam beradi. Shunday bo'lgan bo'lishi kerak. Rahmat. Ixlosbek, mana ko'rsatuv davomida sizdan qo'shiqlar tinglayapmiz. Shuning barobarida dadangizni maslahatlardan, nasihatlardan, suhbatlardan o'zingizga kerakli xulosa chiqaryapsiz degan umiddaman. Birinchisi mana ko'p kitob o'qish kerak bo'lsa, ikkinchisi eshitish, tinglash kerak. Albatta. Hozir qanday qo'shiq aytib berasiz? Ustoz suhbat boshida ota-ona borligiga shukrona keltirishlik haqida ko'p gapirildi. Ota-yu onamning boriga shukr degan yangi qo'shiq qilganmiz. Shuni baholi qudrat aytib beraman hozir. Juda yaxshi. Bu o'ylaymizki, har bitta yoshimizni qalbidagi shior bo'lish kerak. Otamiz, onamiz boriga shukr. Demak, yangi qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Marhamat azizlar. Yaşayman şahane topkanım huzur. Yaşayman şahane topkanım huzur. Ota-yu onamning boriga shukr. Ota-yu onamning boriga shukr. Seferlerde yüzsem yollarım revan. Olsa olmaz kıradi bir bitte devam. Seferlerde yüzsem yollarım revan. Olsa olmaz kıradi bir bitte. Yaqinlar bag'riga qaytgin sog' omon. Yaqinlar bag'riga qaytgin sog' omon. Ota-yu onamning boriga shukr. Ota-yu onamning boriga shukr.
yelkamdagi ikki farishta, ikki yelkamdagi ikki farishta, otayu onamning boriga shukr, otayu onamning boriga shukr. Otam qo'lin ochib, onam qo'lin ochib qilganda duo, omad bor eshigi ochadi Xudo. Yashayman shohona topganim huzur, yashayman shohona topganim huzur. Otayu onamning boriga shukr, otayu onamning boriga shukr, otayu onamning boriga shukr. Ota-yu onalarimiz hamisha bor bo'lishsin, ularning xizmatini qilib charchamaslik farzandlarga ham nasib etsin. Endi Ixlosbek, mana bugun ovozingiz ancha ochilgani haqida, ancha tekislangani haqida gapirdik. Endi bitta vazifa ham beramiz Ixlosbekka. Sizdan endi mumtoz ashulalarimizni kutib qolamiz. Endi o'sha mumtoz ashulalarning ijrosiga ancha tayyor bo'lib qolibdilar. Ustozlardan o'sha xalqimizning eng sevimli ashulalarni o'rganib, o'sha o'zingizni yo'nalishingizga mos, ovozingizga xos, ko'p avvalgi qo'shiqda ham avj pardalarga intilish ancha oldinda sizda. Ya'ni shu avj pardalardan aytgisi kelyapti o'zini. Demak, o'sha avj pardalar o'sha mumtoz ashularimizda ochiladi yana ham. Biz sizni kutamiz. Ijodingizga omad. Rahmat. Bundan keyin ham shu xalqimizga manzur yangi qo'shiqlarni yarating va shuni barobarda o'sha bobolardan meros bo'lib kelayotgan haqiqiy xalqimizni milliy merosi bo'lgan taronalarni ham o'rganib kelasiz degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Xom aka, albatta bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimiz ham san'atkor sifatida sizni hurmat qilishsa, mana Ixlosbekni ko'rib bu yosh yigitimizni aqli, farosati, zukkoligi, ota-onaga itoatkorligini ko'rib farzandimiz mana shunaqa mehrlik, muloyim bo'lsin deb havas qilib o'tirishgan bo'lsa ajab emas. Bu ham sizning baxtingiz. Bu xalqning duosi deb o'ylayman, chunki xalqdan duo olgansiz. Farzandlaringning rohatini ko'r deb otalar, onalar duo qilgandir. Mana bugun mana shu farzandlar, nabiralar rohatini ko'rib turish nasib etyapti. Bundan keyin ham mana shunday fayzli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat Shuhratbek, salomat bo'ling.